Bolalar, kun isib qoldi, ehtiyot bo'lamiz. Ariq suvlarda, daryolarda cho'milmamiz. Assalomu alaykum. Ha, eshitaman. Bolangiz uxlamay, telefonda video ko'ryaptimi? O'zi menga shunaqa bolalar kerak edi. Ko'p sovg'alarim bor. Hozir boraman. Yo'lga chiqyapman. Sizlarni qaytib ko'rmaydim. Men tayyorlanib tursin. Men uni oldim. U hozircha xavfsiz. Yaxshi. Uni olib kel. Bir necha daqiqada u yerda bo'laman. O'qi. Aks holda bu seni kelajaging. Maktabga kim bormayapti? Kim o'qishni xohlamayapti? Kim maktabga bormasa, o'qimasa-me, o'zidan ko'rsin. Mana shunga o'xshagan bo'lishni xohlamasang, ve o'qi. Aks holda bu seni kelajaging. Ertalab bog'chaga bormaydigan bolalar. Kim bog'chaga bormasa, dalaga ishlashga olib ketaman. Bog'chaga tez jo'nang. Aks holda dalaga olib ketib qolaman. Imonaxon, yana telefonni qo'ymay o'tiribsan. Yana telefon o'ynasang, shu yerlarga tashab ketaman. Qaytib oyini ko'rmaysan. Bizga obuna bo'ling. Davomi bo'lsinmi? Kommentga yozib keting. Mushukvoy, sen qanchalik osoyishta. Bolalar ham senga o'xshasa bo'lardi, doim sho'xlik qilib yurishadi. Ziyodaxon, Shukronaxon, nega urishabsizlar? Sochingizni tortib to'polon qilibsizlar. Onangiz sizdan xafa. Yana shu ishni qilsangiz, adabingizni beraman. Sizdan xafa bo'ldim. Kimga yana shunaqa video kerak bo'lsa, obuna bo'ling. Muhammad Rizo, Muhammad Mustafa. Men yo'lga chiqdim. Hozir kelyapman. Sizlar juda ko'p so'kinar ekansiz. Tilingizni kesishga boryapman men. Bolalar, endi kech. Hech kim sizni qutqara olmaydi. Men keldim. Ogohlantirishga tilingizni kesmayman. Lekin kuzatib turaman. yana so'kinsangiz, tilingizni uzib olaman. Tushundingiz? Ahmadjon, Zahro, nega uxlamadingiz? Kech bo'ldi. Uxlamasangiz olib ketaman. Sizlarni olib ketaman. Endi hech ham qaytib kelmaysiz. Men kelyapman. Yana telefon o'ynayaptimi? Hozir yo'lga chiqaman. Anisa Asmo, men kelyapman. Hozir boraman, kelib qoldim. Telefoning ichida men yashayman. Yana o'ynasang, chiqib kelaman. Men shu yerdaman. Yana telefon o'ynasang, qo'lingdan tortib shu yerga olib ketaman. Hamma meni sevib qoladi-ku. Mana endi qara, yoshlikni yodimga solyapsan. Menga shunday soch turmagi qilgan, hamma hayratda qolsin. Voy, bu sochlar ham juda chiroyli ekan. Ajoyib xotiralar. Esimda, yoshligimda doim shunday turmak qilardim. Shu menmi? Ko'chaga chiqsa hamma meni sevib qoladi-ku. Yangi obrazim qalay chiqibdi? Fikringizni kommentda qoldiring. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Muhammad Zikrni yozdim. Hozir boraman. Ko'p telefon o'ynaydigan bolalarni ko'ryapman. Xo'sh, kimni olib ketay? Zebo, Otabek, Jamshid, sizlarni ko'ryapman, olib ketishga boraman. Shahrizoda, nega telefon o'ynading? Endi seni olib ketaman, qaytib oyingni ko'rmaysan. Hozir boraman. Xadicha, nega telefon o'ynading? Endi seni olib ketaman. Qaytib oyingni ko'rmaysan.
Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi samandar yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Imona seni yozdim. Hozir boraman. Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi samandar yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Husan seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Husan seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Imona seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Abduvohid yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Samandar yozdim. Hozir boraman. Muhammadjon, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Muhammad Zikrni yozdim. Hozir boraman. Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. Munisa, nega telefon o'ynading? Seni o'lib ketaman. Muhammad, nega telefon o'ynading? Quloqsiz bola ekansan. Muhammadjon, Fariddin, nega to'maton qildingiz? Hozir olib ketaman. Davlatbek, nega telefon o'ynading? Seni endi o'lib ketaman. Ko'p telefon o'ynaydigan bolalarni ko'ryapman. Xo'sh, kimni o'lib ketay? Zebo, Otabek, Jamshid, sizlarni ko'ryapman, o'lib ketishga boraman. Munisa, nega telefon o'ynading? Seni o'lib ketaman. Nuriya, nega telefon o'ynading? Yana ko'rsam o'lib ketaman. Ro'yxat yozyapman. To'polonchi bolalarni ro'yxatni qilyapman. Qani kim yoza endi? Jafar, Diyor, Murod, Hanifa, Jamila, yana kimlar bor? Onasi aytganini qilganini yozyapman. Voy dod, to'xam yo'qoldimi? Kim o'chirdi buni, ha? Shunaqami endi? Men ham metanda o'chirta turamanmi odamlarga o'xshab? Bolalar, kim uxlamadi bilib qolsam, o'zim bilan o'lib ketaman. Hazillashdim bolajonlar, yaxshi bolalar allaqachon uxlab bo'lishgan. Bolajonlar, Yalmogiz kampirga obuna bo'ling. Hamud, ko'p telefon o'ynama. Aytganimni qilmasan seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang endi seni pishirib yeyman. Yalmogiz kampir endi pulli xizmatlarni yo'lga qo'ydi. Kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, kanal shapkasida Telegram kanalim bor. Ularni bo'ling. Xohishingizga ko'ra tayyorlab beraman. Shamshod, ko'p telefon o'ynama. Agar ko'zing og'riydi, seni pishirib yeyman. Shukrona, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar bolajonlarim. Humoyinjon Omadbek, shirin tushlar ko'rilar. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra agar o'zim bilan o'lib ketamni. Jafar, seni pishiraman va yeyman, chunki sen televizorda o'yin o'ynading. Jamila, telefon o'ynama, seni o'lib ketaman. Mustafa, telefon o'ynama, o'ynasan seni olib qochib ketaman. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra agar... Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz.
Tezroq yur, deraza shu yoqda. Ha, ko'ryapman, lekin ichkarida hech kim yo'q. Mayli, lekin ehtiyot bo'l. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Hamid, nega planshet o'ynayapsan? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Oybek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Bu yerda uxlamagan bola bor ekan. Ha, chiroq ham ochiq emas. Aziza qizim, kech bo'ldi. Endi o'yin yetarli, uxlaymiz. Yo'q qizim, yaxshi qizlar bu paytda uxlaydi. Oy, ularni ko'ryapman. Aziza, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Bo'lmasa seni olib ketamiz. Endi yaxshi, barakalloh, bolalar vaqtida uxlaydi. Shirin tushlar, Aziza qizim. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Otabek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Islom, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, seni pishirib yeyman. Ezoza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Ifora, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Javohir, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Imron, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Davudbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Samandar, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asal, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Jamshid, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asadbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Humoy Mirzo, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib yeyan. Onash, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar, bolajonlarim. Humoyunjon, Omadbek, shirin tushlar ko'ringlar. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Realmi, Barsami? Menga Real muxlislari bormi? Kommentga yozib ketamiz. Realmi, Barsami? Menga Real muxlislari bormi? Kommentga yozib ketamiz. Hamma meni sevib qoladi-ku. Mana endi qara, yoshlikni yodimga solyapsan. Menga shunday soch turmagi qilgin, hamma hayratda qolsin. Voy, bu sochlar ham juda chiroyli ekan. Ajoyib xotiralar. Esimda, yoshligimda doim shunday turmak qilardim. Shu menmi? Ko'chaga chiqsa hamma meni sevib qoladi-ku. Yangi obrazim qalay chiqibdi? Fikringizni kommentda qoldiring.
Telefoning ichida men yashayman. Yana o'ynasang, chiqib kelaman.